Assalomu alaykum hurmatli mijozlar. Bugun sizlarga o'zimizda sotilayotgan modellarni tanishtiraman. Ya'ni bular zakazga chiqib ketyapti. Mana Samsung A16 modellari juda ham yaxshi, narxlari ham hamyonbop, Vietnam bo'ladi sizlar. Buyurtma bersanglar bo'ladi, sotuvda bor bundan. Bundan keyingi modelimizda planshet Tab A11 degan modellarimiz ham bor. Hozirgi kunda hamma o'qishga, bog'chaga, даже maktablarga ham mana shunaqa planshetlarga o'tiryapti. Sababi bularda telefonga nisbatan kamroq ko'radi, ya'ni YouTube'larni ham nimalarni ham kamroq ko'radi. Chunki bularni qulay tomoni bularda Wi-Fi bo'ladi. SIM karta o'qimaydi. Endi SIM karta o'qiydigani ham bor. Wi-Fi ligini olsa, ya'ni o'qishlarda, nimalarda faqat internet bor joyda ishlata oladi. Internetda nisbatan kamroq ko'radi degan xayolda ko'pchilik Wi-Fi li olib beryapti. Hamda Samsung A57 modellari bunaqa grey ranglari yo'q edi, sotuvga keldi, bular ham bor. Hammasi Vietnam original telefonlar, 1 yil kafolatlari bor. Arzonroq ranglarida narxi o'zgarmaydi. Hamma violet, grey, navy ranglari bor. Ishlatilgan telefonlar kerak bo'lsa 23 ultra, 24 ultra ham bor hol sotuvda, ulgursanglar bo'ladi. Undan keyingi modellarimizda 26 ultra, 25 ultralar ham sotuvda. Samsungga hamma modellar emas, endi O'zbekistonda hozirgi kunda sotuvda turgan barcha texnikalarni qilib bera olamiz, so'rasanglar bo'ladi. Narxlarni kelishtirib beramiz. Uning uchun direktga murojaat qilinglar. Albatta obuna bo'lish, komment yozish esdan chiqmasin. Chunki shu orqali bizani ko'proq kishi ko'rishiga sababchi bo'lasizlar. Hammanglarga rahmat, kuzatishda davom etinglar. Narxlarni bo'lsa kommentga yozib ketamiz.